Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan hududlarda probatsiya nazoratida turgan shaxslarning bandligini ta'minlash, qayta jinoyat yo'liga kirmasliklari uchun bor chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Jumladan, viloyat bosh prokuraturasi xodimlari Bo'ka tumanida bo'lib, jarayonlar bilan tanishdilar. Hozir shu haqda. Profilaktik tadbirlar doirasida probatsiya nazoratida turgan fuqarolar bilan muntazam ravishda uchrashuvlar o'tkazib kelinadi. Ularning qayta jinoyat sodir etmasliklari, to'g'ri yo'lga tushib, kasb-hunarli bo'lishi uchun chora-tadbirlar ko'rib kelinmoqda. Ana shunday uchrashuvlardan biri Bo'ka tumanida ham bo'lib o'tdi. Probatsiya hisobida ro'yxatda turaman. 2 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Toshkent viloyat prokurori yig'ilishida ishsizlar ishsizligini yo qanaqadir yo'nalishini yo'qotganlar yo'nalish istab so'rab murojaat qilganda, men shu yakka tadbirkorlik yo'nalishini tanlaganim uchun shu yo'nalishda menga to'g'ri yo'nalish berib, to'g'ri tushuntirib, hozirda yakka tadbirkorlik faoliyatini boshladim. Avtomobilga texnik xizmat ko'rsatish va ta'minlash yo'nalishini. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Menga rahmat shunchalik sharoit qilib yaratib berganligi uchun. Hozirda ish faoliyatim davomida oilam hammasi xotirjam. Jinoyat qilgan ishimizdan ming bor pushaymonmiz. Bu ishga qaytib qo'l urmaymiz. Kelajakda Xudo xolasa yaxshi yetib mana shu usta bo'lib chiqib, shogirdlar chiqazib, servisimizni kengaytirishga harakat qilamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi 1-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Bo'ka tuman ichki ishlar bo'limi, jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya guruhida hisobda turgan mahkumlarni qayta jinoyat sodir etishini oldini olish, bandligini ta'minlash, huquqiy ongini oshirish, ijtimoiy moslashtirish yuzasidan bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, huquqiy ongini oshirish bo'yicha mahkumlarga kitoblar taqdim etilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy moslashuv yuzasidan 2 nafar mahkumga shaxsini tasdiqlovchi guvohnomalar olishda amaliy yordam ko'rsatildi. Shuningdek, 1 nafar mahkumga bandligini ta'minlash yuzasidan yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilib, amaliy ishlar ko'rsatildi. Shuningdek, uzoq yillardan buyon shaxsini tasdiqlovchi hujjat ola olmay qiynalib yurgan probatsiya nazoratida turgan fuqaroga Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan hujjat taqdim etildi. Hozirda probatsiya bo'limida ozodlikni cheklash jazosini o'tab kelmoqdaman. Pasportim muammolari bor edi. Vaqt muddati o'tib ketgandi. To'la olmay qiynalib yurgandim. Qabuliga borib, xalqi berdi, pasportimni oldim. Hozirda probatsiya bo'limida turgan bo'lsak ham prezidentimizga katta rahmat, sharoitlar yaratib bergani uchun. Sodir etgan jinoyatlarimdan pushaymonman. Bundan keyin yaxshi yo'lda yurishga harakat qilib o'zimni ko'rsataman. Nazoratdagi shaxslar bilan ko'proq muloqot qilish, ularning muammolarini hal etishda Toshkent viloyati prokuraturasi, tuman prokurorlari, jamoat xavfsizlik xizmati probatsiya boshqarmasi, mahalla fuqarolari va jamoatchilikning qo'shgan hissasi beqiyosdir.